Uy egalaridan to'g'ridan-to'g'ri chiqaramiz, o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanasiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar sovxozida bo'lib turibdi. Shundoqqina ikkinchi bandaga yetmasa, chap qo'limizda. Ko'rib turganingizdek, mana shu hovlimiz sotuvda shinamgina tezda shoshilamiz. To'g'rimizda sovxozni. O'ng qo'limizdagi bog'cha, maktab asla muammo yo'q. Hammasi 200 metr, 100 metr chiqadi. Demak, kelishimiz bilan hovlini tashqi ko'rinishi ko'rib turganingizdek, navishchalar qilingan, yangi darvozalar qo'yilgan. Eng asosiysi kommunalkada muammo yo'q. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi joy-joyida. Pul kerakligi uchun srochniy arzon narxda berib yuborilyapti. Pastda uy egalari raqamlari chiqadi. Bitta like tugmachasini bosib qo'ying, narxi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Darvozaxonadan kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda umumiy xonalar soni 5 ta xonadan iborat bo'lgan xonamiz joylashgan. To'g'rimizda esa dush, tualet, alohida kladovka, chegaralar daxlsizligi bor. Hammasi kadastr joy-joyida. Kadastr hujjatlari o'zim ko'rib chiqdim, aslo muammo yo'q. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, o'z taklifingizni berasiz. Barter, ikkilamchi, umuman variant berasiz. To'g'rimizda esa hojatxonasi joylashgan, tashqi hojatxona. Ko'rib turganingizdek, akkuratniy, hech qanday muammosi yo'q. Ya'ni gaz, suv, svetda demoqchi, kanalizatsiyada muammosi yo'qda, chiqishida. To'g'rimizda esa chap qo'limizdagi dush, u yoqda esa kladovka hisoblanadi. Devorlarni o'zi tortgan. Hozirgi sotuvda chiqarayotgan egasini o'zi tortgan, asla muammosi yo'q. Umumiy sotig'i 4 sotiqni tashkil qilyapti. Aziz obunachilar, tezda shoshilamiz. Bu esa old tarafi kafellar qilingan ko'rib turganingizdek, tashqi tarafda ham karavotchalar bor, umuman muammosi yo'q. To'g'ri chap qo'limizda mehmonxonasi. Kichik bo'lsa ham shinam va lokatsiyasi yaxshi joyda. Bu yerda gazini sovxozda yashayotganlar biladi. Mehmonxonasi mana gilam pardalar qilingan, akkuratniy holatda. Jihozlarni kelishasizlar egasi bilan aziz obunachilar. Narxini aytib o'tamiz. Narxi 680 million so'm deb baholandi. Kelishadigan joyi mavjud. Telefon qilasiz egasiga, kelishtirib beraman. Agar shu hafta ichida oladigan bo'lsa, ancha narxdan tushib beramiz deb aytishdi. Hujjatlari cheris, notarius bo'ladi. Bu yoqda esa tashqi tarafdan o'ng qo'limizdagi darvoza u tarafdan ham chiqib ketsa bo'ladi. Ya'ni esa yana bitta xonasi joylashgan. Bu yoqda ham bitta katta xona joylashgan. Uni ko'rsatib o'tmadik. Endi esa oshxonasi bilan qolgan 3 ta xonasi bilan tanishtiramiz aziz obunachilar. Orientovkani yana bir bor tushuntiraman. Ikkinchi bandiga yetmasa chap qo'lda o'sha yerda osh markazi ham bor. Osh markazi shundoqqina keyingi uy hisoblanadi. Bu esa kuxnyasi. Ko'rib turganingizdek, aristonlar bor, kuxnya mebellar qilingan, hammasi qoladi. Aslo muammo yo'q. Biznes qilsangiz ham bo'ladi bu yerda, chunki oshxonalar joylashgan, umuman boshqa turdagi biznesni ham rivojlantirsangiz bo'ladi. Chap qo'limizda esa bitta xonasi. Bu zal, koridor, hozir men turgan joy koridor hisoblanadi. Ikkita xona. Televizorlar bor, aziz obunachilar. Tezda shoshilamiz.